Salomdoshlar, sizlar bilan Gamer Uz kanal. Bugungi roligimizda men 99-qishloqqa tashrif buyurdim. Endi buni aylanib chiqamiz va yashaymiz. Men 97-99-qishloqlarda aylanib yuraman-da, bu yoqdan bu yoqqa borib. Xo'p, bu yerga boramiz. Xo'p. Salom. Salom. Merni uyi qayerda? Mana bu yonimda turibdi-ku shu uy. Meni taniysanmi o'zi? Yo'q, seni tanimayman. Xayr, meni ishlarim bor, ketdim. Mayli do'stlar. Ya turibsan-ku? Ha, turibman. Endi yetmoqchiman. Aytgancha, sen kimsan o'zi? Men yangi kelganman. Ha, yangi keldingmi qishloqimizga? Unda bo'pti. Xo'p. Mana shu merlimi? Hamma yerli. Shu yoq qoldi menga. Xo'p, boramiz. Kir sotak. Assalomu alaykum mer. Salom, qalaysan? Yaxshiman. Sen kimsan? Men yangi ko'chib kelganman. Ha, yangi ko'chib keldingmi qishlog'imizga? Ha, menga uy bering. Ha, mayli, beraman, lekin bitta uyimiz 500 izvorot. Qaysi uy? Mana meni uyimda to'g'risidagi. Yonidagimi? Ha. Mana shumi? Ha, to'g'ri topding. Mana. Hozir beraman. Mana. Mayli, rahmat. Xo'p, do'stlar, o'zi menga yoqdi mana shu uy. Xo'p, boramiz. Mana bu yerga kirka, shu narsalarni solib qo'yamiz. Bu yerga esa bu yerda ham bor ekan. Bu yerga qilich. Bu yerda verstak yo'q ekan. Mana bu yerda огород ham bor ekan. Zo'r. Tozalab chiqaylik. Pishmagan bo'lsa ham. Xo'p. Mayli, pishmagan-ku. Pishganlarni olamiz. Hozir men pechga mayli, ortib qoldi. Bu pishganmi? Yo'q, pishmagan ekan. Bir nima esimga tushib ketdi. Mayli. Xo'p, mayli, bir yerga borib kelgandim. Xo'p, endi menga sandiq kerak. Xo'p, unda mana bu yerga qilichimni qo'yib qo'yaman. Mana shunaqa zo'r bo'lib turadi. Takoy bo'lib. Xo'p, bu yerga mana buni qo'yamiz. Taxta bilan menga kerak tosh. Taxtani mana bu yerdan olamiz. Daraxtdan. Shu meniki bo'lsa kerak. Mana shu. Xo'p, do'stlar. Mana bu bittani kichikroqidan chopamiz. Xo'p. Bo'ldi, yetadi shu. Mana bu havoda muallaq turibdi. Xo'p. Uyimdagilardan bittasi kulib qo'ydi. Jinnida. Xo'p. Bu yerni yog'ochga aylantirib olamiz. O'rtoqlar, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Darrov kecha 37 da obunachi edi. Bugun esa 47 da. 10 ta yangi obunachi kelgan. Men juda xursand bo'ldim. Meni shunaqa xursand qilib turinglar. Endi verstak yasaymiz. Mana verstakni bu yerga qo'yamiz. Keyin sandiq yasaymiz. Xo'p. Yana bittasi bizga yetadi. Xo'p, endi bizga pechka kerak 2 ta. Misol uchun men olmos topsam va yana temir topsam, ikkalasini ham bittasini kutib o'tirishim kerak edi. Mana buzilgan ekan. Xo'p, buzilganda olmaymiz. Bir kimdir gapirib qo'yishi mumkin. Mana bu yer shaxta bo'lsa kerak. Voy do'stlar. Voy, juda xavfli ekan. Ana yerda lekin anaqa bor ekanda. Mayli. Xo'p. Nima qilamiz? Yerga olamiz. Bu yoqda ham bor ekan. Voy, temir. Xo'p, boramiz, shu yerga boramiz. Mana shu tikka olamiz. Lekin asta.
Kirkam bor meni. Hop. Olamiz. Hop. Bu yerda ham bor ekan. Bu yerda bormi? Yo'q ekan. Olamiz. Endi tepaga chiqamiz. Yetmay qoldim yana. Hop. Mana buni ko'lasak bo'ldi. Menga tosh yetarlimi? Yo'q, yetmas ekan. Men o'zi tosh olib kelmoqchi edim, lekin temir ham oldim. Mashit olamiz. Hop, suvni tagida kavlash juda ham qiyin-da. Bizga 9 ta yetadi. Yo'q, nafas yetishmayapti. Voy, suv ham juda sovuq ekan. Endi qayerdan kavlaymiz? Hop. Bu yer ham shunaqa. Ha, boyagi. Mayli, qayerdan kavlaymiz? O'zim ham bilmayman. Hop, bu yerda anaqa qilamiz. Mashitdan. Uy, sol qoldi tushib ketishimga. Menga faqat tosh kerak. Mana bu bloklar emas. Hop. Hal bundan qiziq videolar oldinda mana bu qum jonga tegdi. Hop. Jonga tegdilaringi. Hop. Gapirishim kerak bo'lmasa sizlar zerikib qolasizlarda. İşlaringiz yaxshimi o'zi? Mendan so'rasalar yaxshi. Bo'ldi, bizga shuncha tosh yetadi. Ortiq bilan oldim. Hop, chiq. Hop. Voy, tushib ketishimga sal qoldi. Hop, mana bu yerdan olamiz. Chiqib olish uchun. Hop, qumni olamiz. Buni ham olamiz. Kech ham bo'lib qoldi. Daraxt ekib ketamiz. Biz yaxshimizki daraxt ekmasak qishloqlar zararli havodan nafas olishadi de, shunaqa. Hop. Kanalimga obuna bo'ling. Sizga 3 sekund vaqt. 1 2 3 barakalla. Agar obuna bo'lsangiz, obuna bo'ling iltimos. Meni eng katta orzuyim hozirda 1000 ta obunachi bo'lish. Elga qol. Hop. Endi bu yerdan pechga yasaymiz. Ikkita, mayli 3 ta. Qayerga qo'yamiz? Mashitga. Mana bu yerga kerak emas. Hop, ol. Chiq. Sindirishga majburmiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Boltani ham mana qilib qo'yamiz. Buni ham. Ertaga endi qishloqda aylanamiz. Hop. Va qishloqlar bilan suhbatlashamiz. Hop, endi uxlab olamiz. Xo'sh, dam olamiz. Hop, mana dam oldik. Mana bu keraksiz narsalarni olib qo'yamiz. Hop. Mana bu pechkada mana bu temirlarni qizdirib olamiz. Hop. O'zi video zerikarli emasmi? Yoki zerikarlimi? Agar zerikarli bo'lsa, like bosing, zerikarli bo'lmasa obuna bo'ling. Hop. Mana bu qishloq bilan gaplashamiz. Salom. Qalaysan? Yaxshiman. Sen qishlog'imizga yangi ko'chib keldingmi? Ha, kecha gaplashdik-ku. Yo'q, men boshqani aytmayman. Sen boshqasi bilan gaplashdik shekilli. Xo'p. Mana bu yer nima bo'ldi? Ha, bu yer anaqa ekan-da. Do'kon. Salom. Yaxshimisan? Ha, sotuvchimisiz?
Ha, sotuvchiman. Sen qishlog'imizga yangi ko'chib keldingmi? Ha, ha. Ha, mayli, do'konimdan narsa olmaysanmi? Olaman, shunga keldim. Xo'p, nima olsam ekan? Mana bu sehrlangan oltin olba. Nechi pul bu? Sen qishlog'imizda yangi bo'lganing uchun senga tekin. Olaver meni nomimdan. Ha, rahmat. Arzimaydi. Xo'p, bunda. Kelib tur do'konimizga. Xo'p, xo'p. Mana bundan olamiz. Bu nechta izmurud? Bu 5 ta izmurud. Namuncha arzon? Arzonday sen uchun. Sen yangi ko'chib kelding. Nimaga baliq ushlab turibsan? Sotmoqchiman bu qo'limdagi baliqni. Ha. Nimalar bor? Bu yerda hamma narsa bor. Yo'q-ku. Ha, sen sandiqlarni aytyapsanmi? Sandiqda hozircha hech nima taxlamaganman, endi taxlayman. Xo'p. Yemaysanmi bu baliqni? Yo'q, men yemayman, buni sotish uchun olib turibman. Ha. O'zi isming kim seni? Meni ismim sir bo'lib qolaversin. Nimaga? Shuning uchun ta'sirli. Namuncha. Xo'p, mana senga 7 ta. Rahmat senga. Xo'p. Ya, sendayammi? Sendayammi? Ha, bizada Yo'q. Eshikdan chiqib ketdimi? Xo'p, yana nimalar bor? Mana buni yeb qolamiz. Yo'q, hali yemaymiz. Xo'p, voy, mana bu yerda mayoq bor ekan, kirib ko'raylikchi. Qishloqlardan so'raylikchi, yoki arvohlar bormikan? Xo'p, hoy qishloqi, hoy. Hoy. Qayoqqa shoshyapsan? Voy, qalaysan, yaxshimisan? Ha, ana u yerdagi mayoqqa kirsam bo'ladimi? Ha, kirsang bo'ladi, kiraver. Xo'p, rahmat. Xo'p, boramiz. Mana shu yerdan cho'milib ham olamiz. Uy! Zo'r. Endi boramiz. Zo'r. Vashsha juda ham baland ekan. Juda baland emas-da, o'rtacha. Xo'p, kanalimga obuna bo'ling, yana bir bor aytaman. Va obunachim 1000 bo'lsa yoki 1,5 ming bo'lsa men kompyuterda o'ynayman. Siz mazza qilib mikrofonda mazza qilib eshitasiz. Hozirda men telefonda o'ynayapman, chunki kompyuter yo'q-da, pul kerak uning uchun. Shuning uchun siz kanalimga obuna bo'ling va sifatli ovoz bo'lib chiqadi. Hozir g'ijir bo'ladi-da, 1-2 paytlari. Xo'p. Shuning uchun kompyuterda o'ynasam zo'r bo'ladi. Shuning uchun menga obuna bo'ling. Xo'p. Sizlar uchun bittagina knopka oson. Men uchun esa juda ham muhim. Xo'p, chiqamiz. Qani yana nimalar bor ekan? Ana u yerga boramiz. Xo'p. Shuncha izmurutim bor deyman. Nechta? Bilmayman. 5 ta bo'lsa kerak. 5 tak. Mana bu yerga boramiz. Chiq. Xo'p, bu yerga boramiz. Tepadan mazza qilib tomosha qilamiz. Xo'p, chiqamiz. Chiq. Chiqmayapti. Bu yerda hech kim yo'q. Vau, atmosfera vashshi zo'r. Qani nechta uy bor ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 ta deyaveraylik, chunki bittasi anaqa do'konda. Xo'p, sakraymiz. Voy. Oltin olma. Mana zo'r bo'ldi endi. Sal qoldi-da. Xo'p. Do'stlar, shu joyda video tugaydi. Agar ikkinchi qism emas, hammaga xayr.